Eng arzon model kanalda yaxshi holatda turgan Nexus 3 avtomobili bor. 2018-yil ishlab chiqarilgan ikkinchi pozitsiya mexanika mashina 192 ming kilometr masofani bosib o'tibdi. Balonlarning holati yaxshi, salonlarning holati ham yaxshi. Mana 2 konli qo'ygandek 6100 ga yaxshi turibdi. Mana bunaqa yaxshi rullar qo'yishgan, deflektorlar, mebelni qilib, karbonli qo'yib qo'yishgan. Temir metan gazlari bor, motor hadovoy korobkalari yaxshi ekan, kraskalari bor, bir 30-40% chiqadigan kraskalar bor, lekin butunida mashina 6100 qo'yib bergan edim. Telefon qilib kami bormi, boshqami deyishganda, akamiz asablarga ko'tarmay telefonlarga javob bermay qo'yish, shunaqa qilgan ekanlar. Kosmetika qilib oladi. Bir ikkita joylari bor, lekin mashina umumiy holati, ichlari yaxshi. Bu narxi zo'r, asosiysi 2018-yil Nexus yurish turishlari yaxshi ekan, balonlarning holati yaxshi. Shunaqa asab ko'tarmasdan boshqa qilib javob bermasdan shunaqa qilgan ekanlar. Olib kelinglar, yo'q, endi bu narxga qo'ymayman deb, mana shu oxirigacha turib 5900 ga tushirib qo'ydim. Telefon qilib